Xorazm viloyatining birinchi hokimi haqida bilasizmi? Marks Jumaniyozov 1938-yil 18-avgustda Xorazm viloyati Yangi bozor tumani Oyoqto'rman qishlog'ida oddiy traktorchilar oilasida tug'ilgan. Uning bolaligi Ikkinchi jahon urushi yillariga to'g'ri kelib, og'ir mehnat va qiyinchiliklar ichida o'tgan. 1951-yilda u 7 yillik maktabni tugatgan. Shu davrda oilasida katta yo'qotishlar yuz berib, onasi va buvisidan ayrilgan. Bu esa unda erta mustaqillikni va mehnat qilib kun ko'rish tushunchasini shakllantirgan. 1954-yilda esa Toshkentga kelib, irrigatsiya va qishloq xo'jaligi institutiga o'qishga kirgan. 1959-yilda institutni muvaffaqiyatli tamomlab, mehnat faoliyatini boshlagan. Dastlab Xorazm viloyati Urganch tumani zonalararo normalashtirish punkti rahbari bo'lib ishlagan. 1967-yilda Urganch tuman sevxozlik nuqtasiga rahbar etib tayinlangan. 1975-yildan Xonqa tumanida 10 yil birinchi kotib bo'lib ishlagan. Bu davrda ichimlik suv va yo'llar yaxshilanib, qabristonlar obod qilingan. 1985-yil Urganch tumaniga birinchi kotib etib tayinlangan. 1992-yilda Marks Jumaniyozov Xorazm viloyatining birinchi hokimi etib tayinlangan. Uning rahbarligi davrida viloyat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga erishgan. Rahmat. Üstümge to'n kiydirdiniz, başımga çögülme, koluma Kur'an verdiniz. Bu kılgan işiniz halk namıdan menge şu juda ham bir katta ishonch bildirilib, kuch quvvat ramzi deb bilaman. Menga bu kuch quvvat bag'ishlaydi. Shuning uchun men butun 54 yoshimgacha xalq xizmatida keldim. Xalqimga xizmat qilib, halol xizmat qilaman deb qo'limda Qur'on bilan hammangizga so'z beraman. Xorazm qilish uchun ne kuchim, ne hayotim, ne aqlimni ayamayman. Xorazm deb keldim, Xorazm deb ketaman. Viloyatda Alberuni, Jaloliddin Manguberdi kabi buyuk ajdodlar xotirasini abadiylashtirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilgan. Keyinchalik O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi vaziri va Respublika karantin inspeksiyasi rahbari lavozimlarida ham samarali faoliyat olib borgan. 2008-yilda uning Esimda qolgan onlari nomli kitobi chop etilgan. Unda qishloq xo'jaligi sohasidagi faoliyat hamda Xorazm san'at haqida qiziqarli ma'lumotlar bayon qilingan. Marks Jumaniyozov 2012-yil 27-dekabrda Toshkent shahrida 74 yoshida vafot etgan. U o'zining mehnatsevarligi, tashabbuskorligi va rahbarlik qobiliyati bilan Xorazm tarixida yorqin iz qoldirgan.